Men O'zbekistonning poytaxti Toshkent shahrida joylashgan bolalar nevrologiyasini davolovchi BMP klinikasining asoschisi, psixolog, defektolog, allogenopedagog Zufar va Aziz Abduhakimovna Nevrogen klinikasiga, ya'ni Mumbayda joylashgan bu klinikaga 2 yil davomida o'zimizning Toshkent shahrida o'zimizning klinikada davolanib kelayotgan 15 ga yaqin bemorlarni bu yerga jo'natdik. Ulardan 13 tasi autizm tashxisi bilan og'rigan, 2 tasi esa DTP tashxisi bilan edi. 2 yil davomida men ulardagi natijalarni, o'zgarishlarni kuzatib, albatta bu muolajadan keyingi o'zimizning bemorlarning onalari qiladigan yana qo'shimcha muolaja, reabilitatsiyalarga asoslanib, yaxshi natijalarni ko'rgandan so'ng o'zim ham yana bir bor bu klinikaga tashrif buyurib, o'z yaqinlarimni ham olib kelishga qaror qildim. Bu klinikaning xodimlari, bu klinikada olib borilayotgan muolajalar, bu klinikadagi mana shu vrachlarning mahorati hamda ularning Hindistondagi olib kelayotgan maqomlari, olimlarning orasiga tushib, ularning qilayotgan ishlarini o'rganib, haqiqatda autizm, RAS, ZPR, DTP tashxisli bolalarga manfaatli bo'layotganini ko'rib, sizlarga tavsiya qilishga qaror qildim. Agar ilik ko'chirish muolajasi, ya'ni o'zak hujayra, rus tilida пересадка стволовых клеток muolajasini o'tkazish bo'yicha sizga qandaydir savollar tug'ilsa yoki siz ham bu muolajani o'rganib chiqib, siz bu klinikaga kelishni niyat qilsangiz, men sizlarga bemalol yordam bera olaman. O'zbekiston, Qozog'iston, Tojikiston, hatto Turkmaniston fuqarolariga ham men bu klinika haqida bemalol ma'lumotlar berishim, hamda o'zimning tavsiyalarimni berishim, hamda mana shu yerda davolanib ketgan bemorlarning yaxshi natijalari bilan sizlar bilan bo'lishim va ularning onalarining telefon raqamlarini berishim mumkin. Aziz onajonlar, biz faqatgina bolajonlarning manfaatini ko'zlagan holda sizlarga yordam bo'lish maqsadida mana shu yerlarga kelib, o'z ko'zimiz bilan ko'rib, o'rganib, 2 yil davomida bu klinikaga 4 marotaba kelib, men bularning hamma ishini haqiqatda ham manfaatli bo'layotganini ko'rgandan so'nggina yana bir bor qaytaraman sizlarga tavsiya qilishga qaror qildim. Barchangizni savollar bo'yicha Toshkent shahrida joylashgan BMP klinikasida kutaman va hamda shu postni tagida telefon raqamlarimni qoldiraman. Qandaydir savollaringiz bo'lsa, men sizlarga yordam berishga tayyorman va bu klinikada o'tkazilayotgan o'zak hujayra ko'chirib o'tkazish, ya'ni пересадка стволовых клеток bo'yicha hamma savollaringizga javob bera olaman deb o'ylayman. Tashakkur.